Go'zal va betakror O'zbekiston zamini dunyoning turli mamlakatlarida yashab, ilm-fan, ta'lim, biznes, madaniyat, texnologiyalar va boshqa sohalarda faoliyat yuritayotgan vatandoshlarimizni yagona maqsad va ezgu g'oyalar atrofida birlashtiruvchi yana bir nufuzli forumga mezbonlik qilmoqda. Joriy yilning 16-18 avgust kunlari Toshkent shahrida O'z Global Think vatandoshlar xalqaro forumi bo'lib o'tadi. Bu oddiy forum emas. Bu dunyo bo'ylab tarqalgan o'zbek intellekti va salohiyatini birlashtiruvchi maydon. Bu yangi g'oyalar, katta imkoniyatlar va kelajak sari dadil qadamlar platformasi. Forum doirasida xalqaro konferensiyalar, ochiq muloqot va uchrashuvlar, madaniy tadbirlar tashkil etilishi rejalashtirilgan. Bugun tashlangan qadam ertangi yangi O'zbekiston taraqqiyoti uchun ulkan hissa bo'lishi mumkin. Uz Global Think fikrlar birlashadigan, kelajak shakllanadigan xalqaro maydon.